Qanaqa udar xo'yna bu o'tib ketdi u sendan, tamom. Qoldi u orqada. Sen hozir gazni bos, yana bos menga qo'yib. O'shanda ko'rasan samarasini. Hozir senga aytibman. To'ka gazni bos, tamom. Qo'yaverma, tamom. Qo'yaverma. Quvlab kelyapti, quvlab. Quvlab kelyapti. Obgomga chiqazma hech kimni. Chiqazma, tamom. Umuman obgomga hech kimga yo'l berma. To'ka tak birinchi liniyadan bosasan, tamom. Obgomli liniya bo'lmasligi kerak yoningdan. Tushundim. O'ngdan hech kim chiqa olmaydi obgomga. Chapdan chiqadilar. Bilib qo'y shuni. Qanaqa o'ylaysan, bu yog'i sananga havola. Endi uni o'zing bilasan endi bu yog'ini. Men senga mana aytdim. Bu zahar yutib turganing bilaman men. Bu narsalarni o'zi yeb, qusib, hamiga kirgan bu men uchun. Da, aka, muhimi to'g'risi juda siqilib qoldim. Men shu efirimga ham Siqilma. Senga bitta gap aytaman. Siqilgan odam bitlaydi, tushundingmi? Esing qochadi. Umuman o'ylama endi. O'ylashga haqqing yo'q. O'ylashga haqqing yo'q. Chapga, o'ngga qarashga ham haqqing yo'q. Sen to'lqa bosishga yetkazmasliging kerak. Adin qo'y. Yetkazmasliging kerak. Adin qo'y, yetkazmasliging kerak. Lekin bilib qo'y, oxiri bor. O'shangacha nima olsang olganing oldinga yugurib chiqadi o'sha narsa. Nima olganing oldinga yugurib chiqadi. Vaqt o'tgandan keyin. Esingda qolsin, quloqingda. Levi, pravi hech kimga obgom chiqastirma. To'ka bos, tamom. Men senga aytibman, konkretniy, men borku. Men senga qachondan beri gapiraman, odamma aytganini qilmaysan. Gaz ber. Umuman orqaga qarashga haqqing ham. Orqaga qarama, sen to'g'ri oldiga qara, tamom. Ketaver. Bu uzoq yo'l bu, hali uzoq yo'l bu. Chunki sen yoshsan. Juda ham uzoq yo'l seniki. Lekin gazni qo'yording, tamom. Keyin ashibga qilgan bo'lasan. Voshim hech qayoqqa borma. Qayerdan chiqadi, libo bir farishtasi chiqsin. Borma, onasini sikim, menga qo'y. Ertaga aytasan, vaqt o'tadi, 10 yil o'tadi, 5 yil o'tadi. Bilar Zeki ekan aytgan to'g'ri chiqdi deysan. Yutsang ham, yutqizsang ham aytasan baribir, adin qo'y. O'shan bilib qo'y. Adin qo'y aytasan men gapni. Shuni aytgan gap to'g'ri chiqdi deysan. Yutsang ham, yutqizsang ham aytasan. Men senga tilagim yutib chiqqin deyman, tamom. Rahmat. Yutsang, marra saniki. Mana misol aka, shuncha so'kinasiz, shuncha misol. Lekin ko'nglingizda kiriz yo'q-da. Men aka bir narsadan siqildim-da, aka, qarang. Bitta narsa aytaman-da. Endi joy keldi. O'sha dushman bo'lganlarda ham qo'limizdan kelsa yordamini qildik-da, o'ta ham oshirib qildik yordamini. O'zidan dushman yasab, menga yomonlik qilayotgan. Mana shu atrofimda nechta dushmanim bo'lib chiqqanda hammasini boshida do'stim bo'lgan-da, aka. Uyimdan kelib bir piyola choyimni ichgan. Joyi kelgan payti otam kasal, onam kasal, yordam ber desa yordam berganman, aka. Jigari qilmagan yaxshilik qilganman. Jigari qilgan yaxshilikni qilganman-da, aka. Lekin hozir bunday atrofga qarasam, aka do'stim yo'q aka meni bilan. Hech qaysi men uchun joni kuymaydi. Mana akkauntim blokka ketdi. Mana bunday o'zimdan siqilgan, o'zimdan o'tgan aka hamma og'riqda aka o'zim ichimga yutyapman-da. Mana bu o'rtada mana bu holat bo'ldi, uni eslamaylik mayli. Birontasi Sardor, men kirmadim, TikTokka kirmadim. Aka faqat Telegramda bor. Telegramimdan menga videolar kelib turdi. Bunisi ham meni g'iybat qilyapti, unisi ham meni gapiryapti, bunisi ham gapiryapti. Bilat deyman, onasini emsin. Yiqilishga haqqim yo'q ekan aka. Yiqilmasligim kerak men.
Yiqilishmas, egilmagin. Egilsang tepib o'tmasalar ko'tmana kerak hayotda bor. Egilding tamom, tepib o'tmasalar bosqilab. Ko'tmana kerak. Hali yiqilishing qo'yna u seni. Yiqilsang to'y bo'ladi, bilad. Yiqilgan kuning to'y bo'ladi boshqa joylarda. Esingdan chiqar. Egilmagan onasini sikiga qanchalik turib bilsang tur, dakansa tortib sen masanga tur. Umuman orqaga qaramagin. Qarab o'tirma. Ben prosto sen qachon men senga gapirgim keldi. U ani videoni ko'rdim, onang bilan ko'rishding-ku. Men birinchi marta qamalganimda 24 yoshimda edim, 23-sentyabr kuni edim. 3 kundan keyin onam udiga keldi mana. Tushundingmi? Nima deyishim bilmadim men, tushundingmi? Men turmadaman, men narushnik bilan tutdilar. Narushnik bilan ko'rishdim onam bilan. O'shani ko'rdim, o'zimni esladim men. Bilat dedim. Onang skini dedim, men bilan qilgan xatoni qilmasa bo'ldi shu bo'ladi dedim. Nu seniki yaxshiroq menikidan. Nu lekin почти ikkalasi bir narsa. Почти ikkalasi bir narsa. Почти ikkalasi bir narsa. O'shani senga hozir aytyapman. Пока возможность bor. Orqangga umuman qarama, obgomga hech kimga berma. Obgom berma. Siqib tasha. Men senga aytibman, menga sen u yordam berishing uchun emas, yo men prosto tak senga erkak odam bo'lganimcha aytyapman. Menga sen Sardor, men seni uyingga borganim yo'q. Shunday. Yo boshqa yana 3-4 marta Toshkentda o'tirdim men sen bilan. Restoranda yo boshqa. Izzat qamalib ketdi. O'shandan misol olgin, bo'ldi tamom. Tushundingmi? Tushundim ha. Qamalib ketdi. Tushundingmi ma'nosini? Tushundim. Prosto nomsiz yo'l bo'lib ketmagin. Tushundingmi? Nomsiz yo'q bo'lib ketmagin, nomsiz. Isming yo'q bo'lib ketmasin, tamom. Yo'q, aka. Hali nasib xudo xolasa Alloh kuch-quvvat berib tursa 5 yil bermayman aka, 5 yil bermayman. Men senga aytibman. Daganza tort tamom. Umuman orqaga qarama, levi pravi qilma. Bu maslahatni sen hali eslaysan. 5 yil o'tar, 10 yil o'tar, 20 yil o'tar. Baribir senga bir kun tushadi. To'shni aytgan ekandim. Bilib qo'y. To'shni eslaysan men. Mana shu Gapimni. Orqangga qaragan kuning yutqizding, tamom. Sizga aka mana shu endi oz-moz mana shunday boshqa ish tushgan paytda kim do'st, kim dushman, misol kim chin yuragidan hurmat qiladi, kimdir qanaqaligini bilaykansizda. Bilat kimnidir boshida ish tushgan payti boshini tepasida bo'ldik. Bizni boshimizga ish tushgan payti hammasi ustimizdan kulishdi aka. Misol Menga bitta gap aytaman. Men bilan sherik bo'lgan bola o'ldi. Men qamalib ketdim. Men chiqib keldim. Yillar o'tdi, 5-6 yil o'tdi. 10 yildan keyin o'ldi baribir. O'lib ketdi. Men tirikman zato. Tushundingmi? U men bilan sherik bo'lgan. Men qamalib ketdim. Bir o'zim. Lekin u o'lib ketdi. Bolalar yetim qoldi uni. Zato men tirikman. Siz aytgandek sal ostanovka qilsa, sal yengillashsa, hammani ko'chasida bayram to'y tomosha boshlanib ketyapti-da. Men nima deyapman senga? Levi pravi hech qayoqdan qarama u yoqqa. Unutsan, to'ka kayfingni qilgin. Vaqtingni ajratgan vaqtingda o'zingga vaqt ajrat. Agar kayf qilmasang, buzilib ketasan. Kayf qilgin. O'sha endi kayf deganda senga ichib, sirib boshqa yotudozda emas. Dam olib, to'qatak. Orqaga umuman qarama. Orqaga umuman qarasang yutqizasan, aytib qo'y senga. Endi sen o'sha senga aytibman. Grubi tushuntirganda
botqoqdan chiqishga yaqinlashding endi shu. Chiqib ketasan, tamom. Bossan, mana men senga aytibman, shu korotche endi bu yerda aytib o'tirganda ro'zadan keyin boraman dedim-ku. Nasib bo'lsa. Efirdan tashqari bir ikki og'zim gap aytaman, keyin o'zing aytarsan. Yo da deysan, yo yo'q deysan. Lekin endi sen dakansa bosishing kerak endi. Dakansa ketishing kerak. Shu. Tugaguncha, o'zi benzining tugaguncha bosishing kerak. Yutug'ing o'sha. Eng yutug'ing o'sha. Nima bilib qo'y? Yaxshi ishlamasang, aytib qo'y, pushaymon qilasan. Pushaymon qilasan, tamom. Boshqa narsani kallangdan chiqarib tasha, to'ka taksani qiladigan ishing, period ketishing tamom. Bitta fikr sangda bo'lish kerak. Men ketishim kerak. Men ketishim kerak degan. O'tirib to'xtab turishingga vaqting yo'q. Men ketishim kerak degan gap bo'lish kerak miyangda. Men ketishim kerak, tamom. Unda ham to'g'riga ketishing kerak sen. Boshqa narsalarni qo'ynav. Hozir ani qo'ygan videolaring o'zi chotki o'sha, shu korotche o'shani arvoqda endi taqda nima? Sana hayotingga kerak u. Imенно sana hayotingga kerak o'sha. Tamom. Senga o'sha kuch beradi. Boshqa hech narsa. O'rtog'ing, men borib yoningda yurganim foydasi yo'q endi senga. Bilaman. Kuch beradigan narsa o'sha videodagi dalshi ishing, tamom. Bitta maqsad. U ikkinchi u maqsad emas, u boya video maqsad emas. No, planda bor. Planda bo'lish kerak. Endi korotche bu yerda gapiradiganmiz, planda bo'lish kerak bu narsa. O'sha gap rashka. Hozir yaxshiman aka. Hozir bugun efirga chiqdim. Bugun o'zimda bir kuch topib, akalar qo'llashdi. Hamma yordam qildi. Yaxshilar ham bor, yomonlar ham bor. Aka. Nima bu? Maqsad bormi miyangda, maqsad? Maqsad juda katta aka. O'sha maqsadga qarab yurish qil. Tushundingmi? Maqsadni esingdan chiqazgan kuning amini yeding bola. Aytib qo'y senga. O'sha maqsadga qarab ket, tamom. O'shanga qarab yur. Maqsad qayerda? O'sha yerga qarab bor. O'sha maqsadga borguncha bor. Nasib bo'lsa. Tamom, senga boshqa gap yo'q. To'lqa maqsading sari ket, tamom. Yurtursan, uyingdagilar sog'sang, samolyot yurturdi, 2 soatdan keladi. 3-4 kun qaytib ketadi, tamom. To'g'ri. Maqsadga qarab yurish, tamom. Bu senga konkretniy aytiladigan gap. Bir sekundda maqsadingni esdan chiqazma. 1 sekund. Bu zolotoy so'zlar bu. Ta'zim bilasan, qolgan men senga nima aytmayman boshqa. Rahmat. Prosta Qolgani o'zingga havola. men xursand bo'lganim mana shunday kunlarda oldimda turibsiz aka. Rahmat sizga kattakon. Hali men bir bori bir nima qilib beraman senga o'zim. O'shanda aytasan keyin rahmatni. Ko'rsatib qo'yamiz hali bularga. Hammasiga ko'rsatib qo'yamiz. Sen gazini bos, tamom. Men senga turib maqsadni esingdan chiqazma. Nima maqsadda yurgan bo'lsang, o'sha maqsadni qo'yvorma qo'lingdan. Umuman qo'yvorma. Bo'sh ushama. Bo'sh ushasang qo'ling kesadi. Aka, endi bitta narsa aytay sizga. Nazar degan narsa bor ekanda. Bor. Odamni ko'zidek ko'z chiqyapti aka, tanimdan ikkita chiqdi aka. Bittasi peshonamdan chiqdi, bittasi aka yelkamdan pastroqdan chiqdi. Shunday qarayapman oynaga,
chista ko'zda aka, tushunyapsizmi? Nimadirlar qilishyapti-da meni bilan, tushunmay qolyapman o'zim. Tushundim. Ana shunaqa bo'lib Sani qolyapti. yengadigan narsa boyagi video. Yordam beradi o'sha. Voy bilan. O'sha yordam beradi senga. Agar ko'p emas, bir ikkita ukajon bos, biza turibmiz. Bos dakansa, bos desa borka, aka dunyosini chappa qilib tashlaydigan kuchim bor, Xudoga shukr. Dunyolarini chappa qilib tashlayman aka, shunaqa odam yo'q hozir menda. Sen bosaver o'zi keladi. Bosaversang o'zi keladi. Dunyolarini chappa qilib tashlayman aka, dunyo. Bosaver o'zi keladi deyapman. O'zi keladi, bosaversan. Tushundingmi? O'zi keladi, tamom. Nasib. Короче, yot damingga ol, kayf qilgin, uxla, yana shu davom qildir. Har kungi planing o'sha, tamom. Maqsadlar sari, tamom. Aka rahmat. Sen boshqa temaga umuman burningni tiqmagin. Senga oldin ham aytganman. Lift, pift, tuda, suda 3 metr, 5 metr seni ishing bo'lmasin, tushundingmi? Aha. Tushundingmi? Lift, pift ishing bo'lmasa seni. Tushundim. Sen o'sha o'zingni o'sha flash qilasanmi, flashingni qilgin. Ko'pchilik qilasan, ko'pchiligini qilgin. Seni maqsading bitta. Senga yana bir marta aytaman. Lift, pift 3 metr, 5 metr bilan umuman burningni tiqmagin sen. Xo'p aka. Tushunding axir? Tushundim. Ha. Nima ko'rsang o'sha yerda qolsin, tamom. Tamam. Nima ko'rishingdan qat'iy nazar o'sha yerda qolsin. Senga bu qulog'ingda tilla sirg'a bo'lsin. Tilla sirg'ani kim qanchalik yo'qotishni istamaydi, sen ham shunchalik o'zingni yo'qotishni istamaganda lift pit tuda suda seni ishing bo'lmasa, sen yashab turgan joyingda yasha, tamom. Tushunding axir manasini? Tamam aka, tushundim. Rahmat kattakon aka. O'sha bir O'zingiz ehtiyot qiling. maqsading yo'lida ket, tamom. Tamam aka. Salomat bo'ling. Jalla salom ayting aka. Davay. Noto'g'ri bo'ldim. Oching kommentarlarni. Noto'g'ri bo'ldim gap.